Vallahi shu mashina yoqdimi sizlarga? Olish uchun harakat qilyapsizlarmi yoki yo'qmi? Harakat qilyapmiz. Harakat qilyapsizlarmi? Qayerda o'qiysizlar? Toshkent transport kollej. Kollejdami? Matematika kerakmi yoki yo'qmi shunaqa mashinalar, zo'r mashinalar olish uchun kelajakda? Kerak. Kerakmi? Matematikadan bitta savolim bor. Agar 1 minut ichida to'g'ri yechib bersangiz agar $200 beraman. Kelishdingmi? Ana, siz videoga olib turing. 1 minut vaqt. Vaqt ketdi. Hop, 32 ni 5 ga bo'lish kerak, 18 ni 5 ga bo'lish kerak, 25 5 ga bo'lish kerak, 12 ni 5 ga bo'lish kerak. Hop. Vaqt tugadi. Chiqmadim, bittasi chiqdim faqat. O'rgataymi eng oson usulni? Qanday qo'shib nima qilardi? Matematika qiyin fan emas. Matematika oson fan. Faqat uni eng oson usullarda tushunsanlaringiz, hayotiy qilib o'rgansanlaringiz juda oson bo'ladi. Xo'p, 32 ni 5 ga bo'lishni eng oson usuli 32 ni 2 ga ko'paytiringlar necha bo'ladi? 64. Tom oxiridan bitta virgul ajratsangiz javob chiqadi. 18 ni 5 ga bo'lishni 18 2 ga ko'paytiringlar 36. Oxiridan bitta ajratsangiz virgul bo'ldi. 25 ni ham 2 ga ko'paytirsak 50, oxiridan bitta ajratsak 5 chiqadi. To'g'ri. 12 ni ham 5 ga bo'lsak, demak 12 ni 2 ga ko'paytiramiz 24, bitta virgul ajratsak 2.4 bo'ladi. Tushundingizlarmi? 123 bo'lingan 5. Javobini kommentariyada kutamiz. Matematika qiyin fan emas, oson fan. Pas-pasda qilib qo'yinglar. Bu matematikaning eng oson usullari mendan o'rganinglar. Mart oyi uchun 0 dan matematika kurslarimga start berdim. Pastdagi nomerga telefon qilib, chorsuga kelsalaringiz o'zim o'qitaman.